1999-yılı Parij'de ötküzülgen Birleşken Devletler Teşkilatı Fen Medeniyet Mahkemesi'nin 30. qitimliq umumiy yig'inida her yili 21 Mart günü Dünya Şiiriyet Günü qilib bekitilgan. Egilinishcha, bundan e'tiboran dunyoning har qaysi joylaridagi shoirlar bu kunni tabriklab kelmoqda. Dünya Şiiriyet Günü bütün dünya miqyosida har xil shaklda tabriklanayotgan bo'lsa-mu, Uyg'ur shoirlarimiz bundan mahrum bo'lmoqda. Xitoy Kommunist hokimiyati 2016 yilning 2-yarmidan boshlab Uyg'urlarga, jumladan yozuvchi shoirlarga qaratgan misli ko'rilmagan bostirishdan keyin Uyg'ur adabiyoti, shuningdek uning muhim janrlaridan biri bo'lgan Uyg'ur she'riyatini zavolliq o'zlantirdi. Abduqodir Jaloliddin, Farhod Tursun, Abdulat Abdurashid Barqi, Raym Yasin Qaynami, Adil Tunyaz va Gulnisa Imin Gulxon qatorliq shoirlar turmalarga qamaldi. Londonda yashayotgan Uyg'ur ziyolisi shoir Aziz Aysa Alkun Dünya Şiiriyet Günü munosabati bilan Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligida nima uchun Uyg'ur shoirlarini nuqtali hujum qilish nishoni qilganligi haqida to'xtalib o'tdi. Shuningdek, muhojiratdagi Uyg'urlarning she'riyat ijodiyatidagi qo'lga keltirgan futuh natijalarini tilga oldi. Belgiya Leuven Universiteti o'quvchilar birlashmasining o'rinlashtirishida 19 Mart kuni Belgiya Uyg'ur jamiyati va Belgiyadagi Yeshillar partiyasidan Samuel Kugulati apandi tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning kimligi haqida bir maydon leksiya o'rinlashtirilgan. Belgiya Uyg'ur jamiyati raisi Akbar apandining ko'rsatishicha, Belgiya Leuven Universiteti o'quvchilar birlashmasining taklifi bilan elib berilgan bu faoliyatni mazkur universitetning xalqaro munosabatlar guruhi tashkillagan bo'lib, leksiyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va uning tarixiy orqa ko'rinishi, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati atrofliq tanishtirilgan. Bu faoliyatga qatnashgan Uyg'urlar mazkur universitetning xalqaro munosabatlar bo'limi, strategiya tadqiqot bo'limi, jamiyatshunoslik va insonshunoslik bo'limlarida maxsus tarbiyalanayotganlar bo'lib, Akbar apandining bildirishicha, o'quvchilar Uyg'urlarga munosabatlik atrofliq tayyorlik qilgan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining planliq tug'ut, majburiy emgak va qul ishchiligi bilan bo'lgan munosabati haqida nuqtaliq savollarni tayyorlab kelishgan. Egilinishcha, bu yilning oldingi 2 oyida Xitoyning xomchot umumiy kirimi bulturga o'xshash mazgildagiga selishtirganda 2,3% tuvalligan. Xitoy Moliya Ministrligi 2024-yili 1-oydan 2-oygacha bo'lgan xomchotning amalga oshirish ahvolini e'lon qildi. Buningga asosan xomchot umumiy kirimi o'tgan yilga selishtirganda 2,3% tuvallab 4 trillion 460 milliard yuan, ya'ni taxminan 619 milliard 500 million dollar bo'lgan. Yevropa İttifaqı Kengeshining raisi Charles Michel Bosniya-Hersegovina bilan qo'shilish suhbati boshlashni qaror qilganligini e'lon qildi. Michel Yevropa İttifoqining Brusseldagi boshliqlar yig'ini davom qilayotganda X hisobidan bayonot e'lon qilib, Bosniya-Hersegovina 2016-yili 15 fevral a'zolik iltimosini sungan bo'lib, 2022-yili 15 dekabr kandidat davlat salohiyatiga erishgan. Egilinishcha, Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paraxoti Sharqi dengizdagi talash tortishdagi Senkaku taqimi oroli atrofidagi Yaponiyaning davlat tavalligiga xiloflik qilgan. Okinawa o'lkasining Naha rayonidagi 11-rayon dengiz qirg'og'i muhofazat bosh organining bayonotiga qaraganda, Xitoyning 4 dengiz qirg'og'i muhofazat paraxoti Yaponiyaning dengiz tavalligiga kirgan. Xitoy paraxotlari Kuba-Jima orolining sharqi-janubidagi dengiz qirg'og'iga yaqinlashgan bo'lib, bu rayonda 2 soat turgandan keyin Yaponiya dengiz qirg'og'i muhofazat atritining ogohlantirishi bilan u yerdan ayrilgan.
Xalqaro atom energiyasi organi va Belgiya hukumati sohibxonlik qilgan Bruselda o'tkazilgan tunji yadro energiyasi boshliqlar yig'inining axborot yadro energiyasi to'g'risidagi birlashma xitobnoma e'lon qilindi. Yadro energiyasini qo'llaydigan 30 necha davlat hozirgi yadro reaksiyalarining umrini uzartish, mablag' bilan ta'minlash, yangi yadro elektr stansiyasi qurish va kichik modellik reaktor qurish uchun o'rtaq tirishishga va'da berdi.